O'rtoqlar hammaga salom, sizlar bilan Ida Taro. Shaxsiy ko'rinish uchun WhatsAppdan yozsangiz bo'ladi. Energiya berish uchun bitta like, podpiska sizlardan. Bugun kartamga sizni ko'ramiz, ya'ni 10 kunlik ya'ni kuningiz nimaga boy, qanaqa surprizlarga yokida qanaqa hodisalarga boyligini ko'ramiz. O'rtoqlar, bu общий расклад kimgadir tushadi, kimgadir tushmaydi. Shuning uchun lishniy расклад xohlaganlar qildirsa bo'ladi. Ikkitadan tashlayman. Nechishni boshladim. Tak, 10 kun ichida nimalar bo'lishi mumkin hayotingizda? Tak, partnyoringiz tomonidan ko'p xiyonatlarga uchragan chiqyapti. Partnyoringiz babnik rolmi yoki sizdan boshqa ayollar, qizlar bilan ham gaplashadiganmi-da ko'p. Yoshi sizdan kichkina chiqyapti, ya'ni nechidir yosh kichkina sizdan. Tak, bilasizmi, meni ko'rayotgan qizmisiz, ayolmisiz bilmadim, lekin mana bunaqa pozitsiya chiqyapti-da. Partnyoringiz tomonidan ko'p qiyinchiliklar bo'lgan sizda chiqyapti. Именно emotsionalniy kacheli. Emotsionalniy kacheli tushundingiz-a уже nima deganimni. Tak, уже kartinkalardan ham tushunsangiz bo'ladi. Chувствоlarni sizni energiyangiz qanaqa bo'layotganida ko'p oxirgi payt urush janjallar bo'lyapti. U partnyoringiz juda ham o'zini yaxshi ko'radigan egoist chiqyapti. Bu safar lekin bilasizmi qanaqa? Bu safar bo'ldi, to'xtatamiz degan so'zni siz aytasiz. Shu paytgacha aqlingizdagi insoningiz to'xtatmoqchi bo'libdi, siz polniy harakat qilganingiz chiqyapti. Keling hammasini boshqatdan boshlaymiz yoki siz birinchi yarashishga qadam qo'yganmisiz yoki tez kechirib yuborganmisiz-da. Bu safar siz unga aytasiz yoki siz unga taklif qilasiz yoki namyoq qilasiz. Bo'ldi. Xohlasangiz hamma narsani tugatamiz. Shunaqa so'zlar bo'lyapti. Da, вот bashni отношенияda. Ko'ryapsizmi? Har doim sizni balchiqqa partnyoringiz olib kirib ketgan, lekin 10 kun ichida gap yo'q, lekin jasorat topib o'zingiz aytasiz. Lekin shunaqa narsa chiqyaptiki, agar urushib qolganlar bo'lsa, aqlingizdagi insoningizda shu 10 kun ichida sizga yozishi yoki o'rtaga chiqishi, paydo bo'lishi chiqyapti. Yarashishni o'ylab ko'ring deyman. Kartalar aytayaptiki, yarashishni o'ylab ko'rishingiz kerak. Yog'i endi siz anaqangizga bog'liqda, lekin yarashsangiz ham bir qandaydir xato qilmaysiz. Shunchaki o'sha pozitsiya davom etadi, tushuntira oldimmi? Lekin 10 kun ichida jasorat topib, misol uchun отношенияni tugatamiz degan ayol qizlarimiz ham bor. Bu общий раскладda o'rtoqlar, kimgadir tushadi, kimgadir tushmaydi. Tak, oxirgisi, tak, kartada maslahat tushdi, agar soch prichoskalaringizni yo stilini kestirmoqchi bo'lsangiz, o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, o'zgartiringlar.